yurtdoshlar, qorako'shlar, qorako'zlar, ayni daqiqalarda Murodjon Ma'rufjonov bizga qanday yangilik taqdim qiladi, qanday yangilik ulashmoqchi deganlar uchun banda yangiligi bomba saytda. Qani biz hurmatli azizlar, sizlarga yangiliklarni tanishtirib o'tishni boshladik va ayni biz hozir mana Toshkent Terval yo'nalishida Sadoqat Patir bozorida aynan mana e'tiborini tortgan, internetni portlatgan, o'zini bir o'zgacha bir ishqo'piga ega bo'lgan milliy patir savdo do'koniga tashrif buyurdik. Bir-biridan mazali, bir-biridan chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan qo'shishlar mumkin. Bu patirlar juda ham o'zgacha opasini o'zinglar tayyorlaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas, hattoki tandirlar bilan xohlaganinglar, qaynog'ini xohlaganinglar mana bu yerdagi beldatlar bemalol xarid qilishingiz mumkin. Va yo'lda qatnovchi shofyor akalarimiz uchun bonus sifatida mana bunday ajoyib bir chiroyli bo'lgan bazaga ega bo'lgan kulchalari bonus sifatida taqdim qilingan. Haqiqatdan ham patirlarni ko'rinishiga ham men o'zim shaxsan istimol ko'rdim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bir-biridan chiroyli. Narxlari 7,5 mingdan 15 minggacha bo'lgan. Narxdagi patirlarimiz. Hamyon bor, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Qolganlar adashib, mazasiga gap. Qilib aytganda istalgan turdagi quruqlarimiz ham bor. Bemalol xarid qilishinglar mumkin. O'riklar, hattoki shirinliklar, xormalar, istalgan turdagi shirinliklarimiz mavjud. Va eng muhimi bu milliy patirlar savdo markazi shaharlar uchun va mijozlar uchun qishda issiq, yozda salqin kutish joylarigacha tashkil qilingan mana bu yerda. O'tirib patirlarni qaynog'i tandirdan chiqqunga qadar kutib bemalol qaynoq choy, kofe, barcha turdagi salqin ichimliklarni ichib olib mana shu yerda o'tirishlar mumkin. Bolajonlarimiz uchun juda ham kerakli bo'lgan, bolajonlarimizni kayfiyatiga kayfiyat ulashuvchi mana bunday ko'rinishdagi barcha igrushkalar, ya'ni o'yinchoqlar do'koni. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqasini to'g'risi multfilmlarda ko'rganman. O'yinchoq fabrikasiga tushib qolgandek bo'ldim. Haqiqatan ham o'yinchoqlarning sifatiga va eng muhimi narxiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamyonbop o'z mijozlari uchun 24 soat o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Va azizlar, mana shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilib, istalgan turdagi patirlarni zakaz qilish imkoniyatiga egasizlar, buyurtma berish imkoniyatiga egasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Milliy patirlari barcha mijozlarni mana shu do'konda kutadi. Million patir zo'r!